Kim aylanıp geldi. Uyghur eliga chegirdash Afg'oniston, Pokiston qatorliq davlatlar tarixdan beri Xitoyning zulmlaridan qochgan Uyg'urlar uchun musofir makoni bo'lib kelgan joylar hisoblanadi. Pokistonda o'xshamagan davrlarda vatan yurtlarini tark etib kechib kelgan Uyg'ur oilalari bir qadar zich o'ltiraqlashgan Rawalpindi degan bir joy bor. Ularning ba'zilari 60-yillardan boshlab Qashqa, Yakan qatorliq joylardan ko'chib chiqqan Uyg'urlar bo'lsa, yana ba'zilari Afg'onistondagi urush va qalaymaqonchiliklardan qochib, yurtliqlarini panoh tatib, bu joyga kelib turib qolgan Uyg'urlardir. Bu joydagi mahallada 20 dak Uyg'ur oilasi Pokistonda 1-noyabr boshlangan qonunsiz ko'chmanlarga zarba berish harakatida qo'lida hech qanday davlatning pasporti yoki salohiyati bo'lmaganligi sababidan Pokistondan qo'g'ilnish girdobida turmoqda. Xalqaro axborotlarning bisimi va kishilik huquq tashkilotlarining yordamida navbatda bu Uyg'ur oilalarining Pokistonda qonunli turish vaqti 6 oy uzartilgan bo'lsa-mu, bu Uyg'ur oilalaridagi 100 ga yaqin kishining taqdirining qanday bo'ladiganligi yana qorong'u. Bu Uyg'ur oilasining biri Yakanlik Muhammad Tursunning oilasidir. Muhammad Tursunning hikoya qilishicha, u Yakan Shamolbog' yezisida 1963-yili xili halliq bir dehqon oilasida dunyoga kelgan. Madaniyat zo'r inqilobi davrida uning dadasi Sidiq Xitoylar tarafidan boy dehqon pomishik deb qalpoq kiydirilib, zarbi nishoni qilingan. Dadasi bir kechida oilasini elib, Yakandan Afg'onistonga ketishga majbur bo'lgan. Ben Qashqar Yakan'da tug'ilgan, Yakan shahidi. Madaniyat zo'r inqilobi yillar 1976-yili biz Afg'onistonga yetdik, 13 yoshda chiqib qolamsin deb shunda aytgan. Ayagi chiqib qo'ygandiki, shu radioda xabarlardan oldik, mavzudan o'ldirdi. Uning oldida shu ro'z qilib qo'ymaydigan, namoz o'qib qo'ymaydigan da ishlar batdi, bu Qashqarda batdi. Dadam bo'lsa bu kambag'al oilasi emas ekan. Bu gapon qalpoq kelib qulog'i, setan qo'limizda birinchi tatib qildim. Cuma okugan yer neşadman, meşhurlan tutmaçke tutken 3 gün solap koyup. Fakat aşının ulan adam bir tumayma tüketmesek bulmakken de Yakan'dan uğurluktan gitsin. Sağlıdın, pamirliden, sağlıydın, şunda düşüklerin dikin, tevanki düşükken dikin var. Bedakşan, Afganistan'da Bedakşan yakınken aşağıdından çıkan. Bu çağda Muhammad Tursun əmdila 13 yaşlı bo'lib, Pamir tağlarından alqıb, qarlıq şıvırğanlıq keçilerde önkürünü öy, taşını yastık qilib, 45 keç gündüz acayip müşkül yollarını besip ötüp, 1976-yılı 8 ayda Afganistan'ın Kabul şehriga yetib kelgan. Unutuqanlı bakan yetimiz Amerikanmış aile. 45 gün, 46 gün gittiklenmiş izleymen. O Pamir tağlarından aşıp, yardımını Afganistan'da yetkizip gitmişler. Zaten aşında da pretler. Kımgılınmaydıran bir cayken o tınanmay, uşak vallahi Yuşulap ketken, hava yetişmekten de oksijen yok. Ben adamı şu bir yuşulap ketken, adam Kırgızlı bakan, şu tetik uçuyor, ben cimicik dava kılıp yaşadı. Böyle hoşuma gidip ketken uşaklar. İşeki mündürüp, işeki atıp başında, onu öküzep eketken, atıkanda birisi battı, bir ağaçımız battı, ölüp ketken yaşadı. Ölüp ketti dedi, aşağıda taşlığını teze hep tağı da kaldı o aşağı. Taşlığı bozurup koyup aşağıda, ben ketken. Tabakıl kılıp aşağıda, mınattık aşağıda, yakın yamayı, Bedakşan yetkizip aşağıda, oğul şehriga kelip aptıken. Muhammad Tursun Afganistanning muhitiga əmdili moslashib, saypunluq hünürmü xili kamalatga yetib, yurtligining o'ziga o'xshash Uyg'urligini saqlab cho'ng bo'lgan chiroyli bir qizi bilan uy o'choqliq bo'lib, əmdili yangi dada bo'lganida Sovet qo'shinlari Afg'onistonga hujum qilib kirgan. Afganistan kelip, kimni bilmegandeken, türlü müşkülatıda bir yerge istab mı çıkanmadı. Azıcık kıynalgandan keyin bir yer. Dadam xili yaşta vaqtıdan. Dadam bir sabzi köktab jirasini set, bunu guzarı kılıpsan, mene bir sıkınlıkını müvagan şagirdsan. Kim keçek tutuduğunu yagan. Ayallarınkine, akşilerinkine tükürmek. 5 yıl gıcılak bir yanıki zuvanını okumayı kalırsan. Ota-onangiz Afg'onistonga chiqqan vaqtida qo'lida pasporti bormikan, yoki kimlik yoki nopos degandakchi bundaq? Yo'q, saq qo'ymaydi bu yerda tamom narsani sotib olib ketgan. 20 yoshimda meni dadam o'ylab qo'ygan. Aylimni juda
Yakanning shahar ichidan o'xshash yakanlik yaxshi bo'ladi. Bir lekin urushda chigandagi yerga tajovuz qilib chiganki bak urush boshlanib ketdi. Yat turgan uylarga bombani tushyapti, o'qni tegib o'tadi shunda. Bomba tekkan ya o'qni etib olgandiki har kimga tegishligi yetgan. Ro'zaxunda bir sibat bo'lib ketdi. Mahmud Ahmad bir sibatda bilan taqi o'qni başarılı ketdi. İşte ölüp gitti. Haklar ölüp yıkılıvatkan, aynı aşını ağırlıklıyım, aşında. Reklam arasında kaçıp başında aklaşıp, günge kaçıp, kendimizi kutsaldığı cay tapanmayı, karısak, Allah'ımız kapatmayı, Pakistan reklam Mongol oturandaki bizden. Menlik yakınla hem de taşlık etip saymalını. Pakistan'da kendimizi kutsaldık yagan. 92'de 28. ayı. Maşında yagan, yani poğaçalık, maşınlar, mağıp poğaçalık, maşınlar, maşınlarda oturup, maşınlar, can tozan toplularda aşında. Kucakta bala. Sayıda çıkmak başka vafatı. Depotat dışında çıkan de o. Pakistan'ın çekilse mi o çıkan uçağda. Yakındaki bir yerde başka gruplarla varken Pakistan'da. İki tutken ha. Şunda kere tutken ha. Kirgen vaqtlarda ismlarni tizimlaganmi Afg'onning fuqarosi deb tizimlaganmi vaqtida qanday anga olgan Pakistan? Chigirtni o'tachaqda tizimlatgan ishim yo'q. So'raydigan gap yo'q desa, hammasi shunda o'tab bitdi. Bir kimlik yoki salohiyat belgi berganmi bu Afg'oniston hukumati sizlarga? Biz şurada oturup çıkmaz. Biz şurada yaşayıp. O kuchug'idagi bolasi, ayoli va ota-onalari bilan Pokistonga qechib kelib o'ltiraqlashgandan keyin Afg'onistonda o'rgangan tikchilik hunari bilan jon beqib kelgan. 32 yil bo'ldi bizga. 32 yil. Qanday yashaysizlar bu yerda? Buni qilyapman. Qizlar cho'ng bo'ldi. O'zimizni verdik. 25 ga yavram bor. Bir mahallada o'sha yaqinda. Endi bu bir qancha qitimliq ko'chish bu hayotinglarda nima o'rgatgan bo'ldi? Bu ko'chish bak haskan qolsa. Albatta. Hayot qilishga hamda chorasi o'sha endi Afg'onistonga ko'chdik, Afg'oniston Pokistonga ko'chdik. Hozir mevatni bilmaymiz, nega ko'chimiz, nima bo'lamiz, yaxshi kun ko'rmadik bizlar. Muhammad Tursunning dadisi Sidiq, onasi Tuxan, vatani Sharq Turkiston. Yurti Yakandan ayrilganicha vataniga qaytalmagan. Yakandagi urug' tuqqan qarindoshlar bilan xabarlashamay, musofirlik dardida yashab o'lib ketgan bo'lib, Muhammad Tursun buningdan nayt ichinadi ekan. Sharq Turkistonda ayrılıb chiqqandan musofir. Bilan musofir. Sen nalik sening vataning nadisin deb javob berla. Sharq Turkiston yakanlikdan odam otbo'limda da hamda yakanlik. Nega ko'rsam Sharq Turkistonda hozir tamomini endi kaset anlaydigan narsalar, xabarlar, video her narsa Uyg'ur. Jaminan tashimda. Sizlarmi ko'rib baxmidlarmi o vatanni jutni? Odam bu bo'lmagan, men bu bo'lmagan. Sığınandı atanları. Sığınandı diye acili madde şeyde. Juda olup getirdi bunu. Bilmemiz tamamı yok mu? Yalnız oldum çıkmakla yaptılar paşa. Bir şu azıcık adamda bir hatna getikken, hatnın uçuyunu üretir desek, paşa hatnı mı taşısak o hat kolumuzga inip geldi. Bağmadı bir yerde. Şonluğu bir yerde obat olup gitti. O atansını sığınış içinde esliğinde dadısının çıramçanlığı, yurti yakanның avatlığı, güzelliğini çoğunqur sığınış bilen sözlep berişleri, yadığı yetse, anısının oqıştıp etken tamaklarının mezilik hedi, muğluk ahanda eytip berdiğen talıq naqşları esiga keledikken. Yaxşı kötükan naqşılı var, yapmayman pat. Anam özünden bir haftan, ben küçüktüm ki şu haftan naqşılı anlaydım. Allah haliden de bir naqşılı vardı, bunu okuttı, Gülmerem'le okuttı. Ağustam adam yardımcıydı da. Muqam yurti Uyghur Saidiya xanlığının paytaxtı bolğan Yakanda tug'ilib, bolalıq və o'smirligini Yakanning mashrablarida o'tkazgan Muhammad Tursun u musofirlik dardlarini dudlar bilan munqiladi ekan. Kimdan o'rgandilar dudlar chilishni Muhammad Tursunga? Saçılışıma Yakanda şu atımda küçük vaktimde de şu vaktimde aşağıda odaşım bile oldu bu tutkemiş. Yakanda tutar çaldığanlar çok. Meşrepler gibi oldu. Ama yaptık çaldı. Küçük vaktimizden de. Muğulunub qaslar dudlar çalamlar. Bulayım bunu çalalayım ben. Başka kalıp nefsini bilemedim.
7 farzandlik, 25 nevirlik bir bovayga aylangan Muhammed Tursun, endilikdə 3-cü qitim can saqlash qayg'usida qolgan bo'lsa-mu, u bir qancha qitimlik ko'chishning o'ziga o'xshash musafir Uyg'urlar uchun hayot qilish chorasi ekanligini aytadi. Tas bo'lavdi da, avlodlarni bu o'ylaymiz, bolalarimizni maktabda o'qityapmiz, shaxsiy maktablarda. O'qiydi, maktabligi olmaydi buni. Qo'lingda binasi kimlik yo'qganda. Stafdan jafomi bolalarimiz tatlısı bo'ladi. Qiynalib qoldi. Muhammed Tursun mayli nagil musafir bo'lsin, hammani tashlab mangsimu, dadasining yakandin kiyib kelgan badam do'ppisi, bir tasvisi, onasining jaynamazini saqlab kelgan bo'lib, yakanni Uyg'urlik kimligini bütün vujudi, qalbi bilan yoshitib kelmoqda. Bizim ailemizin içinde her qanday gaplashsak biz Uyg'urcha gaplashimiz qolsa. Urf odatimiz Uyg'ur. Ana til o'rganyaptamda neverlarmi? Tilimizni uyda o'rganyapmiz. Vatanda bu vatqa ahvollarni nereden anlaysizlar? Qanday xabardor bo'lsizlar? Ahvollarni mana nimadan, radiodan yo televizyondan majlislardan anglaymiz hamda. Şumuş 6 ay ichida yana bir davlatga ketishning amalini qilish kerak sizlarga, shundaymi? Afg'onga qaytganlar yo'qmi? Afg'onda tutmaymiz biz. Afg'on emas bizlar. Bizlar Uyg'ur bo'lg'achqa Afg'onistondan bizga hech narsamiz yo'q hozir. Pokistonda tug'ilgan bolalarga hech qanday salohiyat berilmadimi? Hech narsa yo'q. Birdan ko'chmay ko'chmay olmaydi. Sen saqlash uchun majbur qilamiz. Bu növbət, o avlodlari uchun yana hammani tashlab, bexatar bir elga ko'chishga rozi. Shug'unisi, uning Pokistonda tashlab ketishga ko'zi qiymaydigini faqat musofirlikda o'lib ketgan ota-onasining qabrlari ekan. Bir ko'chadigan yo'lda hammani tashlab o'tib ketgan yo'l qolgan. Yakanda chiqqan vaqtida ota-onamiz uyga tashlab kelgan millatni tamom narsani. Bizim yerda Afg'oniston yakli vaqtida Afg'onistonga qo'yib tashlab o'tib, jinimiz hayot bo'ldi deb qo'pablan ben chiqdik. Urf odat, rasm rivojlarga o'zimizni moslashtirib, o'shanda miyada bir choram bo'lib ketdi. Yadamda bayonotma gaplar paydo bo'ldi. O'zimizniki Sharqiy Turkistonda hech qanday yapolmagan. Pokistondan ayrılışga to'g'ri gap qolsa, sizlar eng kechanmaydigan narsa nima Pokistonda? Boshqa davlatdan tortishadigan bir narsa yo'q. Bizga mushunda o'tib ketdik endi. Bolalarimiz bozib yaxshi kun ko'ryapti, bir o'qib, cho'ng'ilib, buniki bola bo'lish lozim, ne? Söhbətimizni başlaylı Turğuncan. Siz Muhammed Tursun efendinin çoğ oğlu bulamsınız? Ben çoğ oğlu. Ben aşağı Afganistan'da doğulup, aşağıda miyaga küçük vaktimde miyaga ben çıktım. Çoğ dadam, çoğ anam elip. Pakistan'a çıkkanda şu özümün yaşım böyle küçüktüm ben. İsiniz de yokken de misin Afganistan'a? Mişa çoğulap esim de yok. Onun qalğan qeyrindaşlarınızın hemisi şu Pakistan'a kelgenden keyin tug'ilganmi? Meyler Mişa'nın çoğun bulup, yaşanıp, Mişa'da iş yügünüp, sayponluqni öğrengen, sayponluq qilib Mişa'da oturmaz. Dadınız hünerini sizge öğretip dikende? Dadam benim ustam var, dadamdan sayponluqni öğrengen ben. Pakistan'ın milli igini özününki igin fonlak işkan deydi o bir şalvar kamiz deb miyanınki. İşxonada iş qilyapman, korxona. Do'kon yasog'lama bizga kelishga yo'q uchun uni ochqilib qo'ymaydi do'konnimi. Bu ünani qivatqil qancha yil bo'ldi? Ünani qilib 8-9 yoshda men ish boshlagan mening. Dadam ishxonaga olib borganda meni ishga olmagan ishigisi. Kichik bola ekan buni o'qit qilyaptim deb. Shoqdan qilyapman. Mishada ishxonada ish qilib, beshimizda tiqib, bo'lib ish qilyapmiz. Yani dadangizga yordamlashib, ashlarning turmushini tuzish uchunmi, kichigingizdan tortib emgak qilibsiz-da? Shu maktab o'qiyanman, shu aşağıdan mana ishning uchun. O'z urduni o'qiyalayman. Hamma odamning bir g'oyasi bo'ldi Turg'unjon. Endi agar o'zingiz qo'yib bergan bo'lsa, o'zingizning orzuyingiz bormi-de? G'oyangiz bormi-de? Albatta orzularimiz zaten ondan o'qiyman, bir nasib qismatimizda yo'qkan. O'qiy olgan bo'lsam, men mana shu mashinaningki injenerlikni bilaman degan. Kichik vaqtida ashuningga shavqim bordi, hali. Kunimizni o'tkazamiz deb saypon bilan qoldik. Oila qurdingiz shundaq-ku, Pokistonda. To'y qilg'ili 17 yil bo'libdi. Uyg'urmi ayolingiz? Ayolim Uyg'ur, ismi Maryamjon. Ular bizdan bo'ldi, Afg'onistondan miyaga bilan kelganlar. Siz qancha bolalar hozir? Menimki 2 qiz, 1 o'g'il. Kimlik bo'lmaganlik sababidan, salohiyat kinishkilari hech nima bo'lmaganlik sababidan hayotingizda nurg'un qiyinchiliklarga duch keldingizmi?
Kelishki yo'q uchun salvaq kunini ko'rdim. Hammadan jiq boshi uch balam bo'ldi. Uchlasini o'sha Shalqturxondan. Dadasini akiling deydi. Dadasi men o'zim ashyaga borsam sizning kimlik? Kina deydi. Yo'q desam sizlarga bermaymiz deb o'sha qo'lini. Mening bir qizim, to'ng qizim shunday bo'ldi. Uning qizi bizning bir adashvatdi. Uning kimlikni, oshining kimligini ko'kistib, doktorxonadan qizimni. O'sha doktorxonadan oshining ismiga yozib madamga bizlar mabalini havale qildik deb mundaq yozib ruxsat berdi. Biz elib uyga bera keldik. Qizim 16 yoshga kirdi. O'sha vaqtlardan tartiblar o'xshash bu xil muomalaga uchrayotgan. Ammo shu kimlikni ilishga tirishib baxmadinglarmi shu vaqtlardan tartib keyin yana hayotimizda jiq taqishadigan bu-da. Qildi bu ishlar bilan ma'lumotlandik. Bu yerda unda qonun yo'qkan. Pokistonda kimlik beqon qonun yo'qkan unda. Afg'onistondan kelganlarga unda bir iqomat bermaydi ekan odatda shunami? Unda bermaydi ekan. Salohiyat guvohnomalar yo'q. Bolalarni maktabga berish, boshqa doktorga ko'rinish bu jihatlardachu. Aşı jihatlardan shundoq. Azim aşı doktorxonaga borsam, qarindoshimizning biyasining mishaning kimligi borlarini olib, ashini ko'ksitib doktorxonada nima qilamiz? Yo'q, shaxsiy privatlar pulni toza cho'ng oladi, ular bak tas qilyapti. Aş kindik qani Pokistonga to'kilgan taqdirdimi bolalarmi nopusqa ammamda uchoqda? Ammaydi ekan. Nopus beqon undaq gap yo'q. Deb ashada ariza qilib nimani yozib, hamma tarixni hamma nimani yozib bordik. Basoq bu yerda bizningda undaq qonun yo'q deb ular javob berdi. Shundoq benopus qoldik. Aşı men o'zim shuni o'ylayman, bu 40 yoshga chegirib balli mashallah, qizim 16-17 yoshga kirdi, o'g'lim 10 yoshga o'g'lim chiydi, eni kichik qizim 5 yoshga chiydi bo'linanki oldida nima ish bo'laydi qilib bo'lmadi. Ba'zi bizlarni chiqaqli Afg'on kasanlar Afg'ondan kelganlar deydi. Bizlar Afg'ondan kelganimiz mashinamiz bor, magar bizlar asl Uyg'ur. Mening ona dadam o'sha yakallar ashyadan chiqqan deb bunday nima qilib yozib o'sha qog'ozni nima qilamini bergan. Masakma bo'luvini unumadi. Hamda Turg'unjon, bu sizning ona tilingiz shunday yaxshiki, siz garchi vatanda yana Uyg'urlarning vatanda tug'ilmagan bo'lsangizmi, tilingizni kim o'rgatdi? Tilimni shu ona dadam bilan uyda ashadu o'rgan, ona dadam shu cho'ng onam, cho'ng dadam mashina oldida o'ynab, cho'ng'ilab, ashadu o'rgangancha hozirgacha shu Uyg'urcha so'zlaymiz. Nechun saqlab o'tirmiz biz Uyg'ur deb. Cho'ng onam, cho'ng dadam mishaga kelib tugab ketdi Pokistonda. Cho'ng dadam tugab, cho'ng dadam degan cho'ng onam tugab ketgan ish. 97mi 98. Cho'ng dadangiz to'g'riliq, cho'ng onangiz to'g'riliq nimalar esingizda? Cho'ng onam rahmatlikniki qo'llanki lankung etib menga ichitdi, shu baq xo'sham kelibdi. Bak, zangda bir xonaqonida pishib bitdi bir osh. Yakanning tomoqida bizga pishib bitdi cho'ng onam. Bak bizlik esimda bor. Sizlarni ashta Uyg'urcha tomoqlar bilan g'izolantirib, Uyg'urcha so'zlab, shuni Uyg'ur qilib cho'ng qildi-da. Shundoq. Hozir men uyda haftada ishga chiqdim, lag'mam tushib yemasam, boshqa narsa yegim kelmaydi. Onalarmi ustimi tomoqqa? Onammi mashallah, onammi undan. Ayolingizmi o'rgandimi? Maryam mashallah o'rgandi. Yakanchi tomoqni bak undan biladi. Maryam undan tushib berdi. Qiz cho'ng qizimga Uyg'urcha g'izoni bak yaxshi ko'rdi. Buğuzni o'ylasangiz, nima esingiz keldi? Bobam meni o'sha vaqtimdan qo'limni o'tilab, talaga chiqib bozorlarni cho'giltitdi. Keling bolam, shaga bir namoz o'qib kelamiz deb meni o'tilab, o'piya shalda namoz o'qitib, chushli jiq yodimda bobamni. Yurtda haqidimi gaplarni qilib beramdi o'zining. Gapni qilibdi. Bobam o'sha yakanninki go'zallikni jiqlaydi. Yakanning shu yemak ichmak shu bozorning yemak ichmakni jiqmang'i deb berdi. Ko'magan birdan bir ondan g'izoliq, ondan nimalar bordi deb shuni menga jiq yotib ketdi. Xiyolingizda vatan kezib cho'ng bo'libsiz-da. Bobam shunday desa men deydi, "Voy bobam, bir meni opagan bo'lsangiz ashada undan g'izol so'lini yeb, undan laqmalini yakanman ha" desam, "Voy, uni cho'ng'aringiz sizga pishib berdi, ay" deb shunday nima qiladi. Bu balla Pokistonda tug'ildi. Endi siz o'zingizmi vatanni ko'rib baxmagan, bularga Uyg'urlikni qanday o'rgatyapsiz? Bularga endi Uyg'urlikni uyda Maryamjon bilan o'ltirib uyda Uyg'urcha gap qilaman. Hozir maktabga chiqib o'qib chirdi, ya'ni urdu gap qilib chiqib uydan urdu gap qilib qolib soladi. So'rasa deyman, bizning vatan mundoq vatan ey. Ba'zi chog'da shu YouTube film mustanad boshini qo'yib ko'rsak, "Voy, mo'shu bizning vatanimiz ma" deydi, ha? Mo'shu vatanimiz ayni. Mishadan ona dadangiz, cho'ng onangiz, hammalar mishadan. Shunday nima qilamiz?
Öz vaqtida sizmi kichikli ota-onangizni ko'chgan vaqtida bilmay qolib ekansiz. Endi bu bolalar aqliga yetdi, 16 yosh, 8 yosh dedingiz. Bular shu ularga ideya tayyorlik bo'ldimi bolalarga? Vallahi mening cho'ng qizim qandaydi bu chog'da bizni Afg'onga evatib olsa qanday bo'ladi? Perishon hamda cho'ng qizim. Afg'on bilan hech qanday bir bog'lanishi yo'q-da, shundaq-ku. Yo'q, u Afg'onlikda shu Afg'on zuvanini bilmaydi. Bir necha qitim bana dedi, bizni yo'ga evatib olsa qanday bo'ladi? Ana o'yda qanday bo'ladi? Unda qilamiz, ma'lum emas, nima ish bo'lardi? Allohga topshirdi qizimizni. Kelgisi hammasi qorong'u. O Afg'onistonda qorong'u, hozir mana shu Pokistonda o'ltibmi qorong'u qolsa, qandaq bir kelgusi bo'lsin deb o'ylaysiz? Nada bo'lsa bija ondan yo'q, shu ballimizning kelgusi ondan bo'lishi bo'lsa, bizmi necha 2-3 qita shu maktabda millat soyab nima qildik, yo'q bizda. Nima bo'lib to'xtab qoldik. Ba'zi chog'da qizim deydi, kimlik bo'lgan bo'lsa men yana oldida kollej miyada o'qitdim, oldi kompyuter injenermi shuni o'qisam bo'ladi deydi. Shart-sharoit shu bizni beshimizni ko'tarib qo'ymasa, bizlar ham mishada urug' qolimiz bor, necha o'ylab hammalarninki kimligimiz yo'qlar. Men deyman, bizlar bir o'g'irlik qilmadik, bir qanday odam iltiyotmidik, bir ish qilmadik. Uydan chiqachaqdimi, qo'rqibmiz, ishxonaga boyachaqdimi, yo'lda qo'rqib kelmiz. Meniga soqchilik tutib odamni qapsilib, kimlikni chiqargan deydi. Bo'lmagandiki nima deymiz? Hali ishlarni qiladi. Shunday o'tayotdi mana. Avlodlar uchun, avlodlarning kelgusi uchun hamma narsadan voz kechishga rozi, ya'ni shundaymi? Bilkul, shunga rozi shu. Menda shu ballimizga bir mustaqbal kelgusi undan bo'lsin deb shunga nima qilish bir yo'l chiqsin deb nima qilyapmiz hamda rozi bo'lib maqsasak bo'lmaydi. Bu yerda 40 yil bo'lib o'tib ketdik. Cho'ng onam, cho'ng dadam tugab ketdi. Ayni dunyodan ketsak bizning ballimizni mashina qilib, bizga o'xshab o'tamdi. Shunga bir perishon bizlar. Yanada vatanimizga yakanga bir dastlab baqsam buvam momamning kimligini to'kilgan deb qashtaq orzuyingiz bormi? Cho'ng onam, cho'ng dadam vatani bo'lgandiki o'g'ilib, orzuni qilman. Cho'ng bobom rahmatliqmi? Yiqtim bir qiyab qolgan bo'lsam, o'zimning vatanimni deb shunday deb orzulab dunyodan ketdi. Çoğunam rahmetlik maşında arzulab dünyadan ketdi. Men deyman, vatanni yaxshi ko'rmagan odam emas. O'shanaga bo'lsa siz nalik desa biz Uyg'ur, Turkistonlik deb shuni deymiz hamda. Rahmat sizga Turg'unjon. Gulchehra tayyorladi.